Ikkinchi dars. Kamon yuritish asoslari. Skripkadan ilk tovush olish. Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Skripka darslarimizning ikkinchi soniga xush kelibsiz. Agar siz birinchi darsimizni ko'rgan bo'lsangiz, endi siz skripkani qanday tutishni, kamonni qanday ushlashni va tana holatini to'g'ri saqlashni bilasiz. Endi esa skripkadan ilk tovushlarni chiqarishni boshlaymiz. Kamonni to'g'ri yuritish nima? Kamon bu skripkadan tovush chiqaradigan asbob. Uni not tekis yoki haddan ortiq bosib ishlasangiz, tovush g'ij-g'ij qiladi yoki butunlay chiqmaydi. Shuning uchun kamonni yuritishni o'rganish bu eng muhim bosqichlardan biri. Kamonni skripka torlariga yuritish. Skripkani yelkangizga ushlang. Iyagingiz bilan yengil bosib turing. Kamonni to'g'ri ushlagan holda la torini tanlang. Bu sol, re, la, mi torlarining uchinchisi. Kamonni tor ustiga vertikal holatda qo'ying. Birinchi o'rinda kamon bir tekisda turishi kerak. Bu tomonda yoki bu tomonda turishi bu juda xato hisoblanadi. Kamon siz chalayotgan va siz tanlagan torning ustiga qo'yilishi kerak. Ya'ni biz bugun la strunasidan chalishni boshlaymiz. La strunasi bu skripkada 3-nota hisoblanadi. Ya'ni 3-tor. Birinchi pastki qismdan boshlab pastga qarab chalamiz. Kamonni yuqoridan pastga va pastdan yuqoriga harakatlantiring. E'tibor bering. Bilagingiz va tirsagingiz birgalikda harakat qilsin. Faqat yelkadan emas. Kamon tezligini oshirmang. Nazoratli va ohangdor harakat bo'lishi kerak. Kamonni tor ustiga parvoz qilayotgandek yengil yuriting. Lekin torni to'liq bosib chiqing. Amaliy mashq. Birinchi mashq la torida 10 marta pastga va yuqoriga kamonni yuriting. Ikkinchi mashq har bir torni alohida chaling. Sol, re, la, mi. Har birida 5-10 marta yuriting. Mashqlarni oynaga qarab bajaring. Kamoningiz tekis holda harakatlanayotganini tekshiring. Endi men sizlarga birin-ketinlikda torlar bilan tanishtirib chiqaman. Birinchi tor bu sol. Albatta, o'ng qo'limga e'tibor bilan qaraysiz degan umiddaman. Demak, birinchi tor sol notasi edi. Endi ikkinchi torni chalaman. Diqqat bilan eshitamiz. Bu ikkinchi tor re notasi edi. Endi uchinchi tor la notasini chalaman. Bu la notasi edi. Endi oxirgi tor, 4-tor mi. Siz ko'proq ko'nikma hosil qilishingiz uchun barcha strunlarda kamida 5. Siz ko'proq ko'nikma hosil qilishingiz uchun
Barcha usullarda kamida 5 yoki undan ortiq marotaba mashq qilishingiz juda kerak. Agar siz tez tempda chala olmasangiz, sekin tempda boshlasangiz juda o'rinli bo'ladi. Albatta. Siz chalayotgan notalar ovozi juda yoqimsiz chiqishi mumkin. Lekin bu tajriba davomida notalar sifatli va toza eshitilishiga, bu notalarni juda toza eshitilishini o'zingiz his qilishingiz mumkin. Ba'zi o'quvchilar bu xatolikni ko'p uchratishadi. Bu juda notekis harakat. Bu ham juda notekis. Bu tekis harakatlanishi kerak bo'ladi. Simichok juda ham tartibsiz holda harakatlanishi bu nostandart chalinishiga olib keladi. Simichok bir tekisda bo'lishi kerak. Pastga chalganda ham, tepaga chalganda ham. Buni oynaga qarab mashq qilsangiz juda o'rinli bo'ladi. Yoki telefon kamerasi orqali o'zingizda zapis qilgandan keyin ko'rishingiz tavsiya etiladi. Uyga vazifa har kuni 10-15 daqiqa davomida kamonni torlar ustiga yuritish mashqlarini bajaring. Ko'zgu yoki video orqali o'zingizni kuzatib, harakatlarni tekshiring. Tovush qanchalik toza chiqishini eshiting. Agar g'ij-g'ij ovoz chiqsa, bu bosim yoki burchakda xato borligini bildiradi, yoki siz haddan tashqari kuchli bosim bilan chalayotganingizni bildiradi. Xulosa qilib aytganda, siz bugun skripkadan birinchi tovushlarni olishni boshladingiz. Kamon bilan to'g'ri harakatlanish bu chiroyli kuylar chalayotganda kerak bo'ladigan eng asosiy ko'nikma. Kelgusi darslarda biz chap qo'l bilan torlarni bosishni va birinchi ohangni chalamiz. Agar dars sizga foydali bo'lsa, like, obuna va izohni unutmang. Ko'rishguncha salomat bo'ling.